Hayotdayam, kasbimdayam albatta birinchi ustozim bu onam, keyin Abzairov Qudrat aka. Assalomu alaykum, men ismim Dilnavoz, yoshim 19 da. Bugun sizlarga va'da qilganimdek, kosmetologiya sohasiga qanday kirib kelganim haqida aytib bermoqchiman. O'zi yoshligimdan tvorчествоga qiziqardim. Maktab paytlari, начальный sinflarda rassomlikka qiziqardim, rasm chizish. 8-sinfligimda dizaynerlik sohasiga qiziqishni boshlaganman. Bu qiziqishimni ko'rib, ayam meni chevar bo'ladi qizim deb o'ylab, chevarlik nimasiga berganlar. Ayamga yo'q deyolmasdan borganman. Chevarchilikni ham o'rganganman. 3-4 yil shu dizaynerlik sohasida, chevarchilik sohasida o'qib ishlab, uni orasida institutga harakat qilish uchun har xil kurslarga borardim. Hammasini yarim yo'lda tashlab ketardim. Chevarchilikda ham shunaqa bo'lgan. O'rganganim sari, qancha chuqur o'rganganim sari, shuncha bu ishda meni ko'nglim sovigan. Meni ishim emasligini tushunib yetganman. Keyin bir kun bo'ldi, men chevar emasman deganman. Shu orada ayam kosmetologiya sohasiga kirib kelganlar, kosmetolog bo'lib ishlab yurgan bo'lganlar. 11-sinfligimda keyin ayamga yordam berishni boshlaganman. Oldilariga borib, safar qarashib, netib turardim, lekin постоянно bora olmasdim, chunki bitiruvchi sinfda bo'lganman. Vaqtim bo'lmas edi. Hozirda men mustaqil kosmetolog sifatida ish yurityapman va oldindagi maqsadim bu faqat rivojlanish va o'z sohamda kuchli professional bo'lish.